Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? 8-aprel sizlar bilan birgalikda bugun Kuala Lumpur, Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga keldik. Xudo xolasa, National Жизнь, ya'ni Kuala Lumpurning kechki hayotini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turganinglardek, hamma yoq Xitoy tilida yozilgan. Ko'rasizlarmi? Hattoki tepadagi Xitoyga Novogodniy nima atmosferasini berib turadigan Jonggodong deydi-yu, o'sha Xitoyning nimalari, chiroqlari. Fanar deymiz, krasniy fanarya. Xo'p, ko'ryapmiz. Hamma narsa mevalar, sitrusli mevalar juda ham ko'p. Qo'ldan kelgancha atmosferasini kamroq gapirib, sizlarga atmosferasini ko'rsatishga harakat qilaman. Marhamat, bahramand olinglar. Men bir narsaga qoyil qoldim. Bugun juda ham qiziq voqea bo'ldi. Hattoki Malayziyaga kiraverishimizda pogranichniy bo'ladi-yu. Pasportingizga pechat qo'yib, ya'ni o'sha o'tkazadigan o'zbek tilida ming bor uzr esimdan chiqib qoldi. O'zbek tilida nima bo'ladi? O'shunaqa insonlar inspektor deymizmi? Iltimos qilgan bo'lardim. Shuni yozib o'tishinglarni kommentariyada. Hattoki shunaqa o'sha opa ham xitoylik keluvdi, xitoycha gaplashyaptilar, как родной язык, o'zlarini ona tillarida juda ham yaxshi gaplashdilar va men bilan ham xitoycha gaplashib, ishlarimni hal qilib, pechat qo'yib o'tkazib yubordilar. Qoyil qolish mumkin. Tushunishim bo'yicha Malayziyani ikkinchi tili Xitoy tili deb ataladi. Ikkinchi tili Xitoy tilida. Qaror tushunishim bo'yicha. Suvenirlarni ko'ryapsizlarmi mana? Malayziyaning Twin Tower. Yana bitta bilgan narsamni aytib o'taman, sizlarga ma'lumot bo'lsin. Mana shu Twin Towerning birinchi etajida naqshlar bor-ku. Arab tilida yozilgan naqshlarini o'zbek, o'zimizning o'zbeklar naqshlarini yozib berishgan va bu yerga 2020-yilda Malayziyaga kelganimda o'sha naqshlarni chizadigan, masjidlarda ham naqshlarni chizadigan amaki bilan, doda bilan tanishtirishganda men juda ham havosim kelganda shunaqa kompaniya ham hattoki o'zbeklar ochgan. Ko'rib turganinglarda hamma yerda ashula aytadi. Xitoycha ovqatlar ko'p, mori produkti, ya'ni dengiz yemaklari, baliqlar ko'p. Bemalol tanovul qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'p narsa halol, sababi bilsanglar kerak, Malayziya musulmon davlat. Masjidda ham juda ham ko'p. Mana men mevani otini kim biladi? Xitoyda ham juda ham знаменитый meva, juda ham qimmat ham ekan. Hattoki Xitoyda, mana Xitoy tilida ham yozib qo'ygan. Xitoy. Kalau macam itu bagus tuh kerjaan. Xo'p, Xitoy tilini o'rganganimdan yana bir xursand bo'ldim, sababi bu yerda 90% aholi Xitoy tilida gaplashar ekan. Ha, buni qo'zini echki ekan. Astagfirullah. Halol deb yozib qo'yibdi. Nep. Tushunishim bo'yicha echki-da hozir. Mana. Mana shu meva eng qimmat meva ekan. Juda ko'p ekan. Yeb ko'rasizmi? Yeganman. Yeganmisiz? Mana Yaponiyaning ovqati bilasizlar. Yaponiyada ham mashina yeb ko'rganman. Ayniqsa Osakada juda ham знаменитый taom hisoblanadi. Mana ovqatlari. Xudo xolisa bugun shu Instagramga qo'yishga harakat qilaman. Montaj qilmasdan turib. Mana eng qimmat, dunyodagi eng qimmat go'shtlardan yapon go'shti. Yapon mol go'shti. Nima deydi mana shu go'sht otini? Mana shu go'sht otini nima derdi? Mramirniy go'sht deyshadimi? Mramir go'shti. Mana hijobda opa mramirniy go'shtni pishirib yotibdilar. Savalab yotibdilar hammaga. Ovqat bozori, kechki ovqat bozori yoqdimi sizlarga? Nima deysizlar? Lekin juda ham dim. Mana ko'ryapsizlarmi? Islomskiy respublikada bitta o'sha arab tilida ham yozib qo'yishgan. Nasi lemak, kokus, Uncle Bob. Bob amakini lavkalari ekan. Xo'p. Qanday atmosfera yoqadimi sizlarga? Hozir juda ham kech bo'lmagan, 10:30 atrofini sizlarga qo'ldan kelgancha olib beryapman. Xudo xolisa, obuna bo'lmagan bo'lsangiz bitta obuna bo'lib qo'yasiz. Bu yog'iga endi Baliga boramiz. Balida atmosferani olib beraman xudo xolisa va Xitoyda Kanton Vistipkani juda ham chiroyli qilib atmosferasini yaxshi ma'lumotlar berib o'tishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman, inshaalloh. Uzr, o'zimni ololmayman, sababi mobilografim yo'q. O'zim mana shunaqa oladigan o'qilib olganman. Ukam baraka topsin, ukam menga berdi.
mana shunda chiroyli qilib olib yuribman. Bunda yurganda ham lo'killamas ekan, o'shanga bemalol yuribman. Mana qaranglar akalar. Malayziyaning puli haqida aytib o'taman. Mana bu yerda 10 deb yozib qo'ygan-ku. 10 degani bu biri bularni Malayziya pulini biri, mana RM deb yozib qo'ygan. Biri bizning pulda 2950 so'mlar atrofida, 3000 deb hisoblaylik, грубо говоря. Demak, bu 30 ming so'm degani o'sha suvenir. Ko'rib turganingizda, yo'q narsani o'zi yo'q, lekin eng qizig'i barchasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shunaqa gaplar akalar. Xo'p, bu уже tugadi. Ko'cha tugadi. Bu yoq ya'ni klublar boshlanyapti sekin. Dori. O'sha yerda ham даже Xitoy tilida yozib qo'ygan. Ko'rasizlar? Bularning ikkinchi tili Xitoy tili ekan, tushunishim bo'yicha. Xitoy tilini bilgan odam kelsa, bemalol adashib qolmasdan Xitoy tilida gaplashib yursa va mana bu reklamalarni ham Xitoy tilida ko'rib yursa bo'lar ekan. Qaranglar, hamma Xitoycha yozilgan, mashalloh. O'sha gap Xitoy tilini o'rgansanglar, xudo xolasa, dunyoning har bir chetida yo'qolib qolmaysizlar. Xitoy tili ham ingliz tiliga o'xshab juda ham populyarniy yeziklardan biri bo'lib ketyapti. Qaranglar akalar. Mana kichkinagina lavka, kofe, mana shu kokteyllar qiladigan, shu yerda ham Xitoy tili yozilgan. Naryoni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham Xitoy tilida yozilgan, ana ingliz tiliga o'girildi, hozir endi Xitoy tilida ko'rsatadi. Misol uchun. Xo'p, naryoda ham supermarketmi? Ha, supermarket ekan. Bu yerda ham hattoki Xitoy tilida hieroglifida yozilgan. Ko'rishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar boshida. Shunaqa gaplar. Eng qizig'i mana bu yerda o'tirganlar ham xitoyliklar ekan akalar. Shunaqa gaplar akalar. Xitoy tilini o'rganish vaqti keldi deb o'ylayman, xudo xolasa. Xitoy tilini o'rganib qo'ysanglar, sizlarga zarar qilmaydi, faqatgina foydasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa, men o'zimni niyatim o'g'limga обязательно birinchi o'chirtda o'zining ona tilisi, ya'ni o'zbek tilini o'rgataman va rus tili, ingliz tili, xitoy tilini обязательно o'rgatmoqchiman, xudo xolasa. Общий 5 ta tilni bilsa, qattiqga bormasin, o'zini ishini topib keta oladi, o'zini pulini halollab, yeb ichib keta oladigan inson bo'lib, elu yurtga manfaat etadigan bola bo'lib tarbiyalash nasib qilsin, duo qilib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerda kursini bilib oldinglar, narx-navosini bilib oldinglar. Ko'p qismi musulmonligini bilib oldinglar Malayziyada va Malayziya haqida nima qiziq narsalarni aytib beraysizlarga va nima ma'lumotlar qiziq. Shuni kommentariyaga yozib o'tsanglar, xudo xolasa, qo'ldan kelganicha sizlarga chiroyli kontentlar qilib, manfaatli kontentlar qilib berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, Xitoyda ham birgalikda mana shunaqa yurib, Xitoy atmosferasini ko'rsataman va Xitoydagi dunyodagi eng katta vystavka, ya'ni Kanton vystavkasi 2025 ga borib, xudo xolasa zo'r yangiliklardan xabardor qilishga harakat qilaman. Buning uchun nima qilish kerak? Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'ling. Xudo xolasa, yaxshi yangiliklarni, biznes temalarni o'tkazib yubormaslik uchun. Tag'in noto'g'ri tushunmanglar, Xitoy tilini o'rgan deb ko'p aytyapti Dilshod deb. Men o'zim Xitoy tilini o'qiganim uchun maslahat beryapman. Mana shu dunyoda kezib yurganimda Xitoy tilida gapiryapti hozir ham. Shu Xitoy tilida ishim bitayotgani uchun sizlarga maslahat beryapman. Bilasizlar, har doim niyatim, maqsadim aniq, niyatim xolis, faqat shu yaxshilik ravo ko'raman. Qo'limdan kelgancha yordam ayamayman hech kimdan. Shu sababli ham aytyapman, shu Xitoy tili realniy kelajakda juda ham kerak bo'ladigan tillardan biri. Bu nima ekan aka? Bu xitoycha anaqa-yu. Soklar. Yo, yaxshi narsalar lekin ichib ko'ring. Bittaman ichib ko'ring. Hello. Bubble tea, yeah? Which one? This one? Okay. How much? 12. 12. Thank you very much. 12, 12. Endi 3000 ni 12 ga ko'paytirsanglar 36000 bo'ladi. Bu kichkinagina shu sok 36000 so'm ekan. Unda o'ylab qarasang, Malayziya juda ham qimmat shahar emas ekan, menga yoqdi. Kelishga arziydigan dimgina issiqqina shahar. Yoqyaptimi aka? Yaxshimi? Kechib paytam juda ham dim haqiqatda, tellab ketyapmiz. Shunaqa gaplar, hammaga shunaqa joylarga kelish nasib qilsin do'stlar. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolsa Xitoyda ham, Indoneziya, ya'ni Balida, Jakartalarda ham shunaqa kontentlar qilamiz. Birgalikda qo'ldan kelgancha sizlar uchun chiroyli butun davlatlarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'p narsa mana halol deb yozib qo'ygan. Haqiqatda halol davlat bu. Ko'p joyga halol deb yozib qo'ygan. Qo'rqmasdan bemalol tanovul qilsanglar bo'ladi ko'p ovqatlarni. Bu yerda asosan chet elliklar keladi.